Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugungi mijozimizning xonadonlariga rossiyskiy premium eshiklarni ustanovka qilib berdik. Magnit mexanizm zamoklarni ishlatdik. Xo'sh, hammasini litsovoy taraf, orqa taraf hammasini daborlanishlar bilan chiroyli qilib ustanovka qilib berdik. Xo'sh, buni rangiga mos qilib perxoshkalarni qilib berdik. Perxoshkamizga ozgina ishimiz chala, oynalarni ustanovka qilamiz, eshiklarni ustanovka qilamiz. Xo'sh, spanni uylariga gulxoy eshiklardan ustanovka qilib berdik. Mehmonxonalariga stiklan eshiklardan ustanovka qilib berdik. Shishalarni matviy ishlatib berdik. Hamma eshiklarimizga magnit mexanizm zamoklarni ishlatganmiz. Xo'sh, kuxnalariga eshiklarni rangiga mos qilib, kuxna garniturlarini ustanovka qilib berdik. Hammasini chiroyli qilib, mana marhamat. Kimga shunaqa ishonchli xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastda nomer qoldiramiz, murojaat qilishlaringiz mumkin. Chiroyli qilib, xursand qilgan holda ustanovka qilib beramiz. Hammaga yaxshi kayfiyat, hammaning xonadonida yaxshi kunlar bo'lsin. Ustanov eshiklari yaxshi kunlarga, to'ylarga xizmat qilsin. Salomat bo'linglar.